Assalomu alaykum aka, sizlar bilan Oltin Euro kanalida davom etamiz Kristalning yana bir opunimizda. Ko'ngilchilar yo'qolib ketdi. Sizlar Telegramda mod o'ynagan, bizlar mashinalar ko'p bo'lgan. Ko'ngilni olamiz, katta pulga. Endi hozir bittasi chiqdi, bilmadim endi to'g'risi men tushunmadim. Aynan nimaga Telegram kanallar sotib olishyapti-yu. Eski Telegram kanallar. Tushunmadim to'g'risi nima ish qiladi bu yerda. Eski kanallar hech qanday mashinalik uchun bo'lmasa bo'ldi. Chunki endi kirib eski kanallarni istayotganim sababi dedim, o'zimcha shaxsiy fikrim. Postlar bo'lsa yaxshi bo'ladi dedim. Post tahlillashadi ular. Menimcha olib turib boshqa qanday mashinalik bo'lsa tahlillab shunaqa joylaydi kanalga. Boshqa narsalar joylayveradi. Ko'pchilik odamlar eski kanal ekan deb ishonadi. Shuning uchun bo'lsa kerak deb o'yladim, men bilmadim aynan nimaga olishayotganini. Hozir har bitta deyarli kanalda shunaqa xabarda bo'lgan bo'lsanglar kerak. Eski kanallar sotib olamiz degan. Eksproji. Jackpot vermayapti eksproji. Qiynayapti o'zi. Jackpotmi? Yo'q, mana ikkita toshgan endi bu safar. Bu yerda ham ikkita toshgan, kam bilan короче bermayapti. Jallod. Jackpot. Yet. Hozir biz endi bu kerak, iskish kartdan comeback qilishimiz kerak. Bitta jackpot tushib qolmadi, bir dona jackpot. Mana menga yozish kerak. Bitta jackpot tushmadi. Hayolda faqat kristal hozir. 92-18 bilan.
Qashqadaryoga bugun o'zi qattiq o'yin qilamiz.